Navoiy stipendiyasi sohibasi, Zulfiya mukofoti sovrindori. O'z oldida katta zafarlar, maqsadlar turgan kichkina bir qizaloq deb aytish mumkin. 30-iyun kuni Yoshlar kunida ham Prezident bilan uchrashdingiz va unda ikkita loyihani taqdimotini o'tkazdingiz. Hozir shunday davr masalan. Ijodkor bugun o'z ovozini baralla ayta oladigan davr. Siyosiy jarayonlarda faol bo'lish uchun partiyaning o'rni qanday? Chambarchas bog'liq. Bir-birini ajratib bo'lmaydi. Adabiyot atom bombasidan kuchli, faqat uni o'tini yorishga ishlatma. Yur do'stim, vatanni qutqargani yur. Yur do'stim, vatanning himoyasiga. Bugungi kunda xotin-qizlarni jamiyatdagi o'rni qanday? Sahar tur, sigir sog', sigir, oila, hayot, mol, hol, qo'y. Undan o'sib chiqa olmayman, qobiqlarni yora olmayman men. Agar nimanidir o'zgartira olmasam. Kuzatuvchilarimiz uchun o'zingiz sevgan 3 ta kitob tavsiya qilsangiz. Eng qiyin joyi shuda. Qanday qilib prezident bilan uchrashsa bo'ladi? Vatanni sevish uchun faqatgina ijod qilish yetarli emas. Faqatgina diplom olish yetarli emas. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Milliy tiklanish demokratik partiyasi Milliy aql markazi tashabbusi bilan tashkil etilgan iqtidorli tengdoshim loyihasining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz. Bugungi sonimiz mehmoni Nilufar Ergasheva, Navoiy stipendiyasi sohibasi, Zulfiya mukofoti sovrindori va prezident bilan bir necha bor uchrashgan yosh qizimiz. Keling, o'z haqingizda kuzatuvchilarimizga gapirib bering. Yana qanday yutuqlarga erishgansiz? Nilufar aslida kim? Qanday qiz? Assalomu alaykum avvalambor. Ushbu loyihaga taklif uchun rahmat. Nilufar aslida kim degan savolga doimo birinchi navbatda oddiy bir qishloqdan poytaxtgacha bo'lgan masofani o'z mehnati bilan, oilasini, ustozlarini qo'llab-quvvatlovi bilan mana shunday katta yo'lni bosib o'tgan va yana o'z oldida katta zafarlar, maqsadlar turgan kichkina bir qizaloq deb aytish mumkin. Qandaydir qaysidir ma'noda, rasmiy ma'noda tanishtiradigan bo'lsam, 2023-yili Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritganman. Bundan so'ng oliy ta'lim tanlashda o'zim yoqtirgan oliy ta'limni tanlaganman. Ya'ni O'zbekiston qahramonlari Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar tahsil olgan O'zbekiston Milliy universitetini tanlaganman va bugungi kunda mana shu universitetni 4-bosqich talabasiman. Yaqinda 4-kurs bo'laman. Yil talabasi respublika tanlovining yilning eng ijodkor talabasi yo'nalishida respublikada faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritganman 2024-yilda va O'zbekiston Milliy universitetida ta'sis etilgan Erkin Vohidov nomidagi maxsus stipendiya sohibasiman. Bundan keyin Navoiy nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritdim va magistratura ta'lim bosqichi uchun to'g'ridan-to'g'ri imtiyozli davlat grantini qo'lga kiritdim Navoiy orqali. Eng avvalo Nilufar bu ijodkor, ya'ni yosh umidli shoira deyish mumkin. Siz adashmasam 2 marta prezident bilan uchrashdingiz. 2026-yil fevral oyida va 24-fevralda va yaqinda bo'lib o'tgan Yoshlar kuni 30-iyun kuni Yoshlar kunida ham prezident bilan uchrashdingiz va unda ikkita loyihani taqdimotini o'tkazdingiz. O'shalar haqida gapirib bering. O'zi davlat rahbari bilan uchrashuvlar qanday bo'ladi degan savolga birinchi to'xtalmoqchiman. Men bolaligimdan orzu qilganman. Ya'ni masalan chekka bir qishloqda Farg'onani Qo'shtepasida tug'ilganman, Langarda. Ana shu yerda sigir boqib, shu qo'ylar boqib yurgan paytimiz o'zimga o'zim gapirib, ya'ni xuddi o'sha jarayonni, bugungi kundagi yashayotgan jarayonimni men bolalikda 10-11 yoshimda xuddi o'zimni bir katta bir davlat rahbarining yonida gapirayotgandek his qilib, mashq qilib, bu umuman u paytlar men na Zulfiyachi, na o'qishga kirgan hech kim edim. Hech kim, aslida hech kim edim. Lekin o'sha paytda men shoira bo'lib ulg'ayishni boshlaganman ichimda. Shunda o'sha orzular bugun amalga oshdi. Shu kunlarni yashayapman. 30-iyun kuni davlatimiz rahbariga yosh ijodkor sifatida ikkita taklif tasdiqlandi. Ya'ni birinchisi O'zbekistonning adabiy xaritasini yaratish maqsadida adabiy turizm loyihasi. Ikkinchisi esa Marg'ilondan to o'sha Registongacha bo'lgan, xalqlar do'stligi saroyigacha bo'lgan katta masshtabda xalqaro adabiyot festivalini tashkil etish bo'ldi. Bilasiz, O'zbekistonda maqom festivallari, xalqaro maqom festivali, Registonda har yili sharq taronalari
an'anaviy festivallar o'tkaziladi va biz ijodkorlar ham xohlaymiz Registondek katta maydonlarda yoki Xalqlar do'stligi saroyida ham shoir degan tipni olib chiqishni. Ijodkorni, ya'ni hozir shunday davr masalan. Ijodkor bugun o'z ovozini baralla ayta oladigan davr. Loyihalarimizni bemalol amalga oshira olamiz. Va masalan, birinchi loyiham adabiy turizm. Bunda Yevropada bu juda ham mashhur bo'lgan loyihalardan biri. Ya'ni ijodkorlar saralanib, ya'ni saralovlar asosida eng yaxshilari, eng iqtidorlilari xorij safarlariga chiqariladi. Ya'ni bunda bu turizm safarlaridan istisno. Masalan, yaqinda bir shoir akamiz Shahriyar Shavkat Afg'onistonga safar qildi, ijodiy safar qildi. Va yaqinda jurnalist Beruniy Alimov ham xuddi shunday Afg'onistonga safar qildilar. Ikkala iste'dodni ham safari farqli ravishda, biri shoir bo'lgani uchun uniki adabiy safar bo'ldi, biri jurnalist bo'lgani uchun uniki turistik, jurnalistik safar bo'ldi. Xuddi shunday biz adabiy sayohatlarni uyushtirmoqchimiz. Masalan, o'sha Shahriyar Shavkat Afg'onistonga safar qilib, Navoiyni, Boburni qabrlarini ziyorat qildi. Ya'ni butun bir o'sha Afg'oniston bizni Janubiy Turkistonimiz hisoblanadi-da aslida. Mana shunday turistik, adabiy turistik hududlarni Yevropada ham ko'rib, ya'ni juda ko'p adabiy turistik hududlar aslida o'sha o'zbek degan nom, chet elda yashayotgan o'zbeklar hayoti yoki o'zbek adabiyotini xorijda targ'iboti, xorijdagi adabiy siyosatni ham O'zbekistonga ta'sirini kiritish asl missiya. Endi bizda davlat rahbari oldida nutq so'zlash uchun atigi 1 daqiqagina vaqt belgilangandi. Bu hech qayerda aytilmaydigan sirlardan biri. Har bir ishtirokchi, har bir o'sha nutq so'zlovchilar uchun 1 daqiqadan vaqt berildi. Bu reglamentdan o'tib ketish mumkin emas. Sababi agar biz o'tib ketsak, o'tib ketishimiz ham mumkin, lekin boshqa bir tengdoshimizni vaqtini o'g'irlagan bo'lamiz. Ya'ni uni ham kattaroq bir loyihasini ayta olmasdan qolishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Ya'ni u yerda hammaning loyihasi eshitilishi kerak edi. Hammaning loyihasi o'sha davlatimiz rahbari 30 yoshlar kuni katta o'sha zalga kirib tadbirni, dasturini boshlashlaridan oldin 5 ta pavilyonda har bitta yoshni 2 tadan 3 tadan bo'lgan jami bir 15 dan ortiq yoshlarni takliflarini eshitib ko'rdilar va men eng quvonarlisi kitobxonlik pavilyonida ishtirok etdim. Birinchi bo'lib mutolaa loyihasi taqdimot qilindi. Ikkinchi o'rinda esa butun bir O'zbekistondagi yosh ijodkorlarni nomidan ishtirok etish baxti nasib etdi menga va 3-chi ishtirokchimiz bizni pavilyonda Ravshan aka, ya'ni Gutenberg xususiy nashriyoti rahbari ishtirok etdilar. Bu juda ham katta voqea bo'ldi bizga. Sababi har yili bilasiz 30-iyunda turli pavilyonlar tashkil qilinadi, lekin mana nechadir yillardan keyin kitobxonlik degan pavilyon tashkil qilindi. Va mana shu pavilyonda shoir ijodkor qatnashdi. Va meni xayolimda mana shu uchrashuvda ishtirok etishdan oldin birinchi xayolimga kelgan narsa, keyingi yil bunday vaziyat bo'lmasligi mumkin. Hozir men o'zim uchun ochko ishlashim ham mumkin. Ya'ni she'r aytib, nimadirlar qilib, davlat rahbari xursand bo'lib, mashina nimadirlar sovg'a qilishlari mumkin. Bu to'g'ri ma'noda, ya'ni to'g'ri ma'noda bu ham go'zal narsa aslida. Lekin hozir men yaxshigina bir 2 ta taklif aytsam, 2 tami, 3 tami taklifni tasdiqlatib olsam, uni amalga oshirsak, bu faqat bitta menga manfaatli emas, ijodkorlar uchun umummilliy harakat bo'lib ketsa, bu juda ham katta manfaatli bo'lgan bo'ladi ko'pchilik uchun degan narsa hayolimga keldi. Chunki bunaqa vaziyat kelasi yillar, chunki O'zbekistonda iste'dodlar ko'p. O'zbekistonda iqtidorlar ko'p. Mana shu buni chegarasi yo'q. Yana bir farqli jihati, sizni taqdimotingizda 2 ta loyiha taqdim qilindi. Qolgan barcha ishtirokchilar faqat bittadan loyihalar. O'shanisi meni ajablantirdi. Qaysidir jihatda boshqa bir ishtirokchilardan bir pog'ona ko'proq gaplashganda, ko'proq takliflar berganda, ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lganda vaziyatda bu. Shunday, sababi sizga aytsam,
Men ijodkorman va qaysidir ma'noda filologman. Shuning uchun o'z nutqimni o'zim shakl jihatdan ishladim. Menda ham birinchi ikkita taklif edi va 1 minut o'sha reglamentga solganimizda o'zimni tanishtirishim uchun 30 sekund davlat rahbariga va bitta taklifimni yarmini yetkazib berish uchun 30 sekundim ketib qoldi va men shu qadar qisqartirishim kerak ediki, ikkita taklifni ham mana shu 1 daqiqa ham emas, 40 sekundga kirgizishim kerak edi. Nilufar Ergasheva Erkin Vohidov ijod maktabini bitirganman, yosh ijodkorman degan so'zni aytishim uchun 30 sekund ketib qolayotgan edi. Mana shuni ham qisqartirib 20 sekundga solib, ikkita taklifni mana bitta gapni ichida adabiy turizm va xalqaro adabiyot festivalini tashkil qilsak degan bitta gapni ichida yetkazib bera oldim. Ikkita taklif qilib, ikkita jumla qilib cho'zganimda albatta menga ham vaqt yetmay, bittagina taklif ayta olardim. Baribir u yerda o'sha jarayonda birinchi o'rinda asosiy negizni yetkazib berishdi. Masalan, ular "Молодец, gazini bos" deganlaridan so'ng baribir loyihalarni amali o'zimiz va o'sha mas'ul davlat tashkilotlarida qoladi. Ana shu jarayonda tadbirdan keyingi orqa fonda biz o'zimiz ikkala loyihani ham kengaytirib, nizomlarini, konsepsiyalarini ishlab chiqishimiz mumkin. Lekin ana shu yerda tasdiqlatib olish uchun, davlat rahbariga taqdim qilib olish uchun vaqt nuqtai nazaridan biz qisqartirib, asosiy joylarni yetkazib berishimiz kerak edi. Bizni kuzatuvchilarning asosiy qismi yoshlar va ularning barchasi muvaffaqiyatga erishish xohlaydi. Ularning eng katta orzularidan biri balki prezident bilan uchrashuv. Qanday qilib prezident bilan uchrashsa bo'ladi? Men ham juda ko'p uchrashganman. Boshida 2 marta deb qisqartirib aytishsiz ham, asosiylarini albatta, ya'ni munosib tarzda uchrashganlarimnigina sanab o'tdingiz. Lekin aslida men ham 5 martadan ko'p ko'rishganman. Birinchi uchrashuvim davlatimiz rahbari bilan 2018-yil bo'lgan, juda ham kichkina paytim. Unda biz ya'ni ko'pchilik qatorida ko'rishganmiz. Keyinchalik esa 2023-yilda davlat mukofoti olganimda yaqindan ko'rishganman. Undan keyin esa har yili yoshlar kunida uchrashamiz. Barcha yoshlar bilan va o'tgan yili ko'rishdim. 24-fevralda ko'rishdim joriy yilda va 30-iyunda esa taklif bildira olish darajasiga yetdim. Ya'ni bu yoshlar bilan uchrashuvlari insonni sayqallab boradi. Ya'ni siz birinchi martagina uchrashuvingizda taklif aytib, minnatdorchilik bildirib keta olmaysiz. Hayajon, tajriba yetishmaydi sizda. To'g'ri, men ham o'zimni tajribaliman deb ayta olmayman, qaysidir ma'noda, lekin bir necha marta uchrashuvlardan so'nggina siz o'sha nutq gapirish sizga nasib qiladi deb o'ylayman. Bu albatta birinchi o'rinda jackpot deb hisoblayman. Chunki sizga har qanday vaziyat bo'lib qolishi mumkin, imkoniyat, vaziyatlar o'zgarib ketishi mumkin u jarayonlarda. Lekin eng birinchi o'rinda men baribir yoshlarga munosib tarzda ishtirok etish baxtini tilardim. Sababi albatta har qanaqa holatda ishtirok etsangiz ham siz qaysidir ma'noda muvaffaqiyatga erishgan bo'lishingiz kerak. Oddiy minnatdorchilik bildirish uchun ham siz kamida o'zingizning loyihalaringiz, dasturlaringiz yoki ish faoliyatingizda, o'qish faoliyatingizda, o'zingizning sohangizda eng oldi, eng rivojlangani, namuna bo'la olgan yosh bo'lishingiz kerak-da. Va davlat rahbarining oldida ham ana shu tizimni, qaysidir sohani eng oldi, eng tashabbuskori bo'lib gavdalanishingiz kerak. Ya'ni ular ham o'ylashlari kerak. Meni yoshlarim bugun shunaqa darajaga erishyapti ekan, 20 yosh bo'lsa-da, 25 yosh bo'lsa-da degan ijobiy fikrni his qilishlari kerak davlat rahbari sifatida. Siz ijodkorsiz, shoirasiz va siyosiy jarayonlarda faolsiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasining ham ko'plab loyihalarida ishtirok etasiz va yoshlar parlamentiga a'zo bo'lishda ham Milliy tiklanish partiyasining o'rni juda ham katta. Yaqin orada bo'lib o'tgan ko'plab milliy tiklanish loyihalarida ham ishtirok etdingiz. Shu o'rinda siyosiy jarayonlarda faol bo'lish uchun partiyaning o'rni qanday? Vatanni sevish uchun faqatgina ijod qilish yetarli emas. Faqatgina diplom olish yetarli emas. Faqatgina kasbiy ko'nikmaga, ijodiy, ilmiy ko'nikmaga ega bo'lish yetarli emas. Bu vatanni sevish emas. Bu nisbiy, juda ham nisbiy narsalar. Milliy tiklanish partiyasidagi faoliyatimiz aslida volontyorlik harakati hisoblanadi.
ochiq qilib aytganda bizga hech kim pul yoki moddiy jihatdan boshqa narsalar bermaydi. Bu shunchaki vatanni sevganimiz, vatanimiz uchun, xalqimiz uchun yordamchi bo'laylik degan ma'noda yelkamizdagi mas'uliyat, missiya, yuragimizdagi tuyg'ular, vijdonimiz oldidagi javobgarlikni hissini berishimiz uchungina juda ko'p loyihalarda beminnat, beg'araz ishtirok etib kelamiz. Juda ko'p do'stlarimiz bilan birgalikda va mana yaqinda Milliy tiklanish partiyasi hamda Vatandosh fondi bilan hamkorlikda Anor loyihasi bo'lib o'tdi, barchaga ma'lum, va bu loyihada 10 dan ortiq xorijiy davlatlarda yashayotgan 250 dan ortiq bolajonlar 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab oldi bu dastur oromgoh va bu oromgohni ham asosiy negizi milliy qadriyatlarga, milliy an'analarga tayangan, chet elda yashayotgan o'zbek bolajonlarini haqiqiy o'zbek ekanligini bildirish uchun bu dastur ishlab chiqildi. Juda ham muvaffaqiyatli yakunlandi deb o'ylayman. Ana shu dasturni ichida ishtirok etgan, yetakchi bo'lib qatnashgan inson sifatida hayotimda partiyani o'rni juda ham cheksiz va o'rinli deb hisoblayman. Sababi men yuragimdan milliylikka, milliy qadriyatlarga tegishliman. O'zimni tegishli hisoblayman. Shu sababli ham aynan 5 ta partiyadan Milliy tiklanishni tanlaganman. Albatta O'zbekistondagi qolgan 4 partiya ham juda ham kuchli, juda ham zo'r. Lekin insonning o'ziga xos bo'lgan taraflar bo'ladi-ku. Masalan, siz kasbiy jihatdan diplomingiz, yo'nalishingiz, ijodkorligingiz boshqa tomon, lekin yuragingizda bir tortayotgan xususiyat bo'lishi mumkin va milliy tiklanishdagi loyihalar menga juda ham yoqadi. Masalan, o'zbek tilini targ'iboti, davlat tili ekani, bu meni ijodkor sifatida hayotimga qo'ygan missiyalarim bilan chambarchas bog'liq. Bir-birini ajratib bo'lmaydi. Men ijodkor sifatida ijod qilib, yaxshi yozish, ijod qilish, adabiy meros qoldirish bir missiyam bo'lsa, mana shuni hayotdagi targ'iboti, tartibotini belgilaydigan va bunda menga yordam beradigan, men partiyaga emas, partiya menga yordam beradigan jihati bu milliy tiklanish. Shuning uchun har doim milliy tiklanishning loyihalariga labbay deb javob berishga harakat qilaman. Nilufar ham ijodiy, ham siyosiy jabhada faol bo'lish, ikkalasini baravar olib ketish sizga qiyin bo'lmaydimi? Bu ikkalasini birlashtirishga sabablar nima siz uchun? Aytib o'tganimdek, o'zimni milliy qadriyatlarga, an'analarga tegishli deb hisoblaganim va eng asosiysi esa hozir o'ylab turibman. Nima sabab kerak ham o'zi umuman ijodkor odami, tabiatni odamida unga siyosat, siyosiy davralar, minbarlar, tadbirlar aslida kerak emas. Unga tog'lar, bog'lar, ijodkor ijod qiladigan muhit kerak xolos faqatginada. Lekin agar men siyosiy jihatdan yoshlar parlamenti a'zosi, Milliy tiklanish partiyasi a'zosi bo'lmaganimda yoki jamiyat o'zim ham ijodkor jamiyat bilan uzilib bo'lmaydi. Chunki yozayotgan narsalari ham ijtimoiy muhitga, siyosiy muhitga chambarchas bo'lishi kerak. Agar men har ikkala muhitning ichida bo'lmaganimda 30-iyun yoshlar kunida davlatimiz rahbariga loyiha taqdim qilmagan bo'lardim. Faqatgina ijod qilganimda men 30-iyun kuni she'r aytgan bo'lardim. Yoki ijodkor sifatida minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Loyiha taqdim qilish bu siyosiy jarayon. U loyihani amalga oshirish siyosiy jarayon. Shu sababli men adabiyotni siyosatda ham o'rnini bildirish uchun adabiyot qaysidir ma'noda siyosatni o'zagi, milliy ildizi ekanini, ya'ni adabiyotni o'zi aslida ildizi ma'naviyat. Ma'naviyat ekanini yuqorida biz o'zimiz jaydari qilib aytganda tepada ko'rsatib qo'yish uchun ham men ana shu yerda bo'lishim kerak. Shu o'rinda bir Yoshlar parlamentida, Milliy tiklanish partiyasida bo'lishim kerak. Adabiyotni o'rni uchun. Shu o'rinda Abdulla Qahhorda bir adabiyot haqida iqtibosi bor edi. Adabiyot atom bombasidan kuchli, faqat uni o'tini yoshga ishlatma. Ya'ni faqatgina kun ko'rish uchun yozma, millatni uyg'otish uchun yoz degan ma'noni beradi. Endi siz shoirasiz, kuzatuvchilarimiz sizdan bir she'r eshitmasa, ko'rsatuv bo'lmasa kerak. Bugungi kunda juda ko'p tengdoshlarimga, masalan, ijodkor sifatida shoirani aytadigan so'z bo'lishi kerak. Shu o'zimni bir so'zim.
tengdoshlarimga aytgarim. To'rtburchak dunyoning to'rt tomonida chumolilar yashar, nolib alardik. Jim boqib turibmiz dunyo yonida, og'ziga mum solgan tolibalardik. Yana kim bir mullo, yana kim qori, yana kim o'yinga kelibdi, rahmat. Osing qani o'sha mashrabning dori, cho'lponni chopgandek choping, marhamat. Mana qator boshlar bu holdan mastmiz, biz axir cho'qqiga qiluvdik ixlos, biz axir oxirgi avlod emasmiz, biz faqat oxirgi umidmiz, xolos. Tur do'stim, oxirgi nafasgacha tur, yashamaslik kerak sham soyasida. Yur do'stim, vatanni qutqargani yur, yur do'stim, vatanning himoyasiga. Bunchalar beshafqat bo'lmasa jon tan, buncha oro istar, buncha zinat zeb, qayerlarda yig'lab yuribdi vatan, bir hol so'ramabmiz, yaxshimisan deb. Yana sham oldida hammamiz barbod, parvona aylagan birgina iloh, hazrati ilmga ko'z tutgan avlod, Xizrni qidirgan suruvmiz illo. Ofarin qo'yil. Etlarim junjikib ketdi. Rahmat. Vatan haqida ajoyib she'r. Bugungi kunda xotin-qizlarni jamiyatdagi o'rni qanday? Avvalgiga nisbatan o'sdimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, bugungi kunda avvallari bilsangiz, jamiyatda qiz bola bo'lib tug'ilish juda katta fobiya edi. Masalan, men shaxsiy o'zimni hayotimdan namuna misol qilib aytaman. Bizni oilamizda dadam amakimlarning qizlariga hattoki oliy ta'limga o'qishga topshirtirmagan. Hujjat topshirtirmaganda, bugungi kunda siz aytgandek, jamiyatimizda xotin-qizlarning o'rni yuksak darajada. Sababi, birgina misol, namuna o'zimning hayotimdan aytaman. Dadam amakimlarning qizlarini oliy ta'limga hujjat topshirtirishga qo'ymaganlar. Qiz bola o'qishi mumkin emas. Oliy ta'lim qiz bolani joyi emas deb, mening dadam bugun qizi chet el yurgan, poytaxtning eng nufuzli oliygohida muvaffaqiyatli karyera qilayotgan qizni dadasi amakilarimning qizlariga o'z davrida ruxsat bermagan. Va tabiiyki, meni ham o'qitish niyatlari, rejalari yo'q edi dadamni. Va 2018-yil davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Marg'ilon shahrida Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi tashkil qilindi. Sharofiddin, bilasizmi, men dadamga aytmay hujjat topshirganman shu maktabga. Ya'ni dadam meni faqatgina shu oddiy qishloqdagi umumta'lim maktabini bitirganimdan so'ng yaxshi bir joydan sovchi chiqsa, chiqarib yuborish rejalarida bo'lgan, yelkalaridagi missiya mas'uliyatdan qutulish bo'lgan ertaroq. Lekin men ana shu hayotni xohlamadim. Ya'ni mahallamda birinchi hayolim mahallamdagi qizlar meni ortimdan muvaffaqiyatli bo'lishini xohladim. Meni orqamdan meni namuna qilishlarini xohladim. Va men ham o'zimizning qishloqdagi ayollarning hayotini ko'rib, men o'qimasam, hozir nimanidir o'zgartirmasam, mayli, dadam meni urishadilar, koyidilar, bekor qilding deb jahllari chiqadilar. Lekin men hozir shu ishni qilib, ya'ni ijod maktabiga hujjat topshirmasam, hayotim o'zgarmaydi. Maktabni bitiraman, o'sha doimiy hayot, sigir, mol, hol, oila, qaysidir xonadonga, ya'ni masalan, siz o'qimaganingizdan keyin, siz masalan qishloqdagi o'sha o'zingiz uchun eng yaxshi namunali oilaga kelin bo'larsiz. Baribir shu hayot. 3 kun yaxshi kelin bo'lasizda, keyin yana shu sahar tur, sigir sog', sigir, oila, hayot, mol, hol, qo'y, shu hayot qishloqda. Undan o'sib chiqa olmayman, qobiqlarni yora olmayman men. Agar nimanidir o'zgartira olmasam. Keyin ijod maktabiga dadamga aytmay hujjat topshirganman. O'tib ketdim ijod maktabiga. Keyin aytganman dadamga, dada shunaqa ish qilib qo'ydim. Ijod maktabiga kirdim. Deganimda dadam o'qitmayman degan. Oddiy maktab. Mana biz xorijda qizlarni o'qitish haqida gaplashmayapmiz. Oddiy bir qishloq maktabidan, va markazroqda joylashgan davlat rahbari ochgan maktab bo'lmasam u. Tizim, tartib, intizom qattiq u yerda. Ana shu maktabga hujjat topshirish haqida, kirganim haqida dadamga aytganimda, dadam o'qitmayman deb turib olganlar-da. Keyin men ijodkor ekanimni,
imtihonlardan yaxshi ball to'plaganimni bilgan o'sha maktabimdagi ustozlarim dadamga telefon qilib, 1 yil muddat bering bizga, o'qib ko'rsin, agar eplolmasa mayli eski maktabga qaytadi degan shart bilan o'tganman. Keyin u yerda ham kichkina qiz paytim maktabimizda Erkin Vohidov nomidagi stipendiya ta'sis qilingan. Shu stipendiyani 7-sinf paytim g'olibi bo'lganman. Dadamni o'zgartira olganman. Dadam o'zgargan va qiz bola o'qisa, bilimli bo'lsa, o'zidan keyin ham bilimli avlodni tarbiyalay oladi degan qarash paydo bo'la boshlagan dadamda. O'zi dadam juda ham ziyoli odam. Ya'ni, masalan, o'g'il bolalarni o'qitishga doim qo'llab-quvvatlaydilar dadam. Lekin qizlarni o'qitish uchun o'sha paytlari dadamning fikrlarida mumkin emas degan narsalar bor edi. Bugun esa, masalan, qizlarga berilayotgan e'tiborni bir namuna sifatida ayta olaman. Men, masalan, Toshkentda, poytaxtda o'qishni uddalay oldim. Muvaffaqiyatli tarzda uddalay oldim. Xorijga bir qancha dasturlarda g'olib bo'lib, yaqinda ham Janubiy Koreyaga ketyapman. Xalqaro kutubxonachilar forumiga maxsus biz uchun ajratilgan tanlovni g'olibi bo'lganman. Ya'ni mahallamdagi, qishloqdagi qizlar va qizlarning dadalari ham Nilufariga o'xshasang, o'qiysan, Nilufariga o'xshasang, Toshkentga borasan degan namunani gapni aytishyapti. Bu men uchun juda ham katta mas'uliyat. Ya'ni qaysidir joyda, qaysidir vaziyatda xato qilib qo'ymasligim uchun bu menga juda ham katta kuch beradi. Va bitta gapni alohida aytib o'tmoqchiman, suhbatimiz yakunlanib ham qoldi menimcha. Bugun ayol qizlarga berilayotgan e'tibor davlat rahbari darajasida. Mana yoshlar kunida ham Marjona Jo'raqulovaga qanaqa e'tibor berdilar. Qashqadaryoni qaysidir tumaniga hokim qilinglar dedilar. Bu Marjonaga juda ham katta motivatsiya va juda ham katta mas'uliyat. Va juda ham ko'plab ayollar, qizlar ana shu yerda mikrofon tutib gapira oldi, loyihalarini, tashabbuslarini bildira oldi va davlat rahbaridan boshlangan zanjir oilada dadalarimizgacha borish kerak. Baribir qiz bolani ota boshqaradi, otani chizgan chizig'idan, chegarasidan o'ta olmaymiz. Ya'ni rahbarni, yuqoridagi prezidentni bizga ishonganini, ishonchini bu zanjir otagacha borish kerak. Dada ham bizga ishonishi kerak. Va bugun men umid qilaman va ishonaman, oilalarimizda ham bizning dadalarimiz, kattalarimiz bizga ishonadi. Va davlatimiz rahbari boshlab bergan an'anani, zanjirni mana shunday chambarchas holda xotin-qizlarni bugun umummilliy harakat sifatida qo'llab-quvvatlanadi. Qoyil. Jajjigina Nilufar o'zini qishlog'ida, kerak bo'lsa o'zini tumanida jamiyatning stereotiplarini yorib o'tib, fobiyalarini yorib o'tib, butun nafaqat tumanga, butun viloyatga bir namuna, butun respublikaga namuna bo'lmoqdasiz. Bu qoyil, juda ham yuksak bir ish. Ko'rsatuvimiz ham yakunlanib qoldi. Kelganingiz uchun kattakon rahmat va kuzatuvchilarimiz uchun o'zingiz sevgan 3 ta kitob tavsiya qilsangiz. Eng qiyin joyi shuda. Kitob tavsiya qilishdan og'irroq narsa yo'q, masalan, she'r aytib berdi. Sizdan bundan yengilroq his qilardim o'zimni. O'zim o'qigan, oxirgi o'qigan, yaxshi deb bilgan kitoblarimdan tavsiya qilaman. Birinchisi Ernest Hemingwayning Chol va dengiz romanini tavsiya qilaman. Albatta mutolaa qilib ko'rishinglar kerak. Ikkinchi tavsiya qiladigan asarim albatta shoira bo'lganim uchun she'rdan tavsiya qilaman. Asqar Mahkamning Vahdat kuyi kitobini tavsiya qilardim. Va uchinchi tavsiya qiladigan kitobim yaqinda nashrdan chiqqan Shahriyor Shavkat akamizning Hirotga bobomning huzuriga nomli kitobini tavsiya qilardim. Rahmat kattakon, siz bilan bo'lib o'tgan suhbat juda ham maroqli bo'ldi. Keyingi ishlaringizda, barcha ijodlaringizda muvaffaqiyatlar, omadlar tilaymiz va kuzatuvchilarimizga ham bizni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonimizning mehmoni kim bo'lishini izohlarda qoldirishingizni so'raymiz.